Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Sarvar, Ha oyi. qayerda yuribsan? İşte. Ha, Umida kech qolganiga o'qituvchisiga qo'ng'iroq qilib yuribman. U seni olib ketganingni aytuvdi. Bu yana biron joyga olib bor dedimi? Ha, senga aytuvdimi? Dadangga xarxasha qilib urmadi. Oyi. Yana zooparkka olib bordingmi? Ha, sen qachon to'yasan o'sha zooparkdan? Buvi, zooparkka bormadik. Kasalxonaga bordik. Kasalxonaga? Qanaqa kasalxona? Oyimni ko'rishga bordik. Kasalxonada ekan. Doktor ularga ko'p ukol qilyapti. Bu nima deyapti? Hali meni xavotir oldirib, xizmatkor oyisini ko'rishga bordilaringmi? Oyi. Maloqatni ko'rgisi kelganda. Ko'rgisi keldi? Hay, bu kim o'zi bunga? Nimaga olib borasan ko'rgani? Boraman desa indamay olib bording-a? Qizim, sen borib kiyimlarni almashtirib tur, hozir boraman. Oyi. Bo'ldi endi. Shu narsada fojia yasavermang. Nima qilib to'g'rirsan? Sarvar, seni tushunmayman men. Bemorni jonlantirish bo'limidan keyin 201-palatga oling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Doktor, oyim yaxshimilar? Xudo xohlasa, oying hali uzoq yashaydi. Yig'lama qizim. Xudo xohlasa, onang bu yerdan o'z oyog'i bilan chiqib ketadi. Xudo sizlarga oyingizni qaytarib berdi. Rahmat kattakon sizga. Sen rahmatni menga emas, Sabonaga aytgin. Agar Sabona vaqtida menga qo'ng'iroq qilmaganlarida ulgura olmasdik. Rahmat kattakon. Kirsam bo'ladimi? Yo'q qizim, hozir emas. Onang sal o'ziga kelib olsin, hamshira o'zi senga aytadi. Xo'pmi? Yig'lama qizim. Xo'p, rahmat. Tasavvur qilyapsanmi? O'sha xizmatkorni onasini ko'rgani kasalxonaga boribdi. Buni nimaligini bilasanmi? Oyi, bo'ldi, bunchalik asabiylashmang. Ha, endi Umida so'ragan bo'lsa olib borgan. Umidani o qizga munosabatini bilasiz-ku. Nima? Umida aytsa ketaveradimi? O'zini kallasi yo'qmi? Balki Umida shunga uylaning desa, uylanib ham ketar. Voy, ja unchalikka bormas. Sarvar unaqa qizlarga qiziqmaydi, oyi. Ey, U shunchaki Umidani ko'ngli uchun qilgan. sen kalta o'ylayapsan. Bu yerda bu joningni qo'li bor. Buvimni qanaqa qo'li bor ekan, oyi? Sarvarni bu joning buzyapti. O'sha qiz o'ziga o'xshab yetim ekan. Yetimlarni ko'rsa, bu uyni og'zidan tanoba qochadi. Xuddi o'sha guliga o'xshab. Shuning uchun men Adibaga bor gapni aytmoqchiman. Uyga sovchi bo'lib boraman. Oyi, bu unchalik to'g'ri emas. Sarvarni o'zi avval Adiba bilan kelishib olsin. Ha, o'rtalarida munosabat paydo bo'lsin. Buni kutishga meni vaqtim ham yo'q, toqatim ham yo'q. Bugun erta Adibani chaqir. Uchalamiz gaplashib olamiz. Hammasini gaplashib olamiz. Men kuta olmayman boshqa.
Sojida. Oppa, oyim yaxshimilar? Nega yig'layapsiz, oppa? Nega odamni qo'rqityapsiz? Oyimga nima bo'ldi? Oyim operatsiyadan yaxshi chiqdilar. Doktor o'z oyog'i bilan chiqib ketadi dedilar. Xursandligimdan yig'layapman, singlim. Rustam opa, men juda xavotir olgandim. Men ham opajon. Xudo bizga oyimni qaytarib berdi. Shunga xursandligimdan yig'ladim-da. Sen nega yig'layapsan? Yig'layman-da. Piyoda amakam. Amakim nima qildi? Sojida. Amakim nima qildi? Tinchlikmi? Amakim nima qildi deyapman. Amakam uyga kelib hammasiga tayyor turinglar dedi. Raisam kelib ketdi. Uyimizni yoshtirishga ayollar kelar ekan. Hamma oyimni o'ladi deb o'ylashgan. Nima? Yo'q. Oyim o'lmaydi. Oyim uzoq yashaydi. Hech kimning gapini eshitma, tushundingmi? Ularni hammasiga aytib qo'y. Oppa, siz bo'lmaganingizda nima qilardik? Rahmat opajon. Yaxshiyam siz borsiz. Sizda opam borligidan faxrlanaman. Ayt, oyimiz uzoq yashaydi hali. Xo'p, opa. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoga shukr. Oyim yaxshi ekanlar, sal ketarkanlar. Ha, xavf o'tdi degan. Tushunaman. Endi bola bu yog'i Xudodan. Biz qo'limizdan kelganini qilib yordam berdik. Sendan minnatdorman, Safar. Sizga rahmat, Sabona. O'zi sizdan ko'p narsani o'rganishim kerak. Sen ancha esingni tanib qolding. Siz hozir yana bir insonning hayotini saqlab qoldingiz. Sizga havas qilaman, ona. Safar, senga bir narsani aytaman degan edim. Eshitganimdan beri meni xayolimdan ketmayapti. Malohatni otasini ismi Salim ekan. Salim? Ha, Salim. Otasi ham bir paytlar o'qishni tashlab ketgan ekan. Nima? Siz o'sha Salimning oilasi deyapsizmi? Yo'q, unday fikrim yo'q. Salimni surishtirganman. U chet elga butunlay ko'chib ketgan ekan. Men faqat Xudoyim Salim degani bolalarni menga duch qilganini Xudoni belgisi deb o'ylayapman. Sabona, o'zingizni qiynamang. Axir uni ketib qolishda sizda aybingiz yo'q. Bor Safar, bor. Buni o'zim bilaman. Men uni oldida bir umr aybdor bo'lib qolganman. Bo'ldi, ona. Siz ko'p o'ylamang, yaxshi o'tiring. Rahmat bolam. Ha, o'shanda buni tuhmatligini sezsamam. Bolamni tinchini o'ylaganim rost. Bolamni tinchligini o'ylab, Salimni boshini egib chiqib ketishiga indamaganman. Ya Xudoyim, balki sen menga shu aybimni yuvish imkonini bergandirsan. Kasali juda eskirgan ekan. Onang bechora qanday chidab yurgan ekan, a? Ha, ancha bo'ldi. Biz eng yomondan o'tib oldik.
kechga yaqin oldiga kirsang bo'ladi. Dadam asli oyimni davolataman deb chet elga ketgandi. Ha, Sabona aytgandi. Unda sen otangning orzusini amalga oshiribsan. Otasining orzusini amalga oshirgan qiz hech qachon xor bo'lmaydi. Bu ham Sabonaning gapi. Dadamni yana bir orzusi bor edi. Bizlarni o'qitaman derdi. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Bittasi amalga oshgan bo'lsa, qolganlari ham amalga oshadi. Demak, ularning gapi rost. Malohat, malohat. Malohat nimalar qilib qo'yding? Oyijonim, hammasi ortda qoldi. Kasallik sizni bezovta qilmaydi. Endi boshqa joningiz og'rimaydi. Xudoga shukr. Sizni bizga qaytarib berdi, oyi. Opa, yaxshimisiz? Og'riqlar yo'qmi? Yaxshiman. Yaxshi. Bugun doktor sizni uyga ketaversin dedilar. O'zlari navbatchi ekanlar. Siz ham 2 kundan beri uxlamabsiz. Biror gap bo'lsa, o'zlari xabar beradilar. Yo'q, men oyimni oldilarida qolaman. Doktor borib Sabonaga dorilarni ichirsin dedilar. Eslardan chiqib qolar ekan. Onangizga biz o'zimiz qarab turamiz. Xavotiraman, Malohat. Men yaxshiman. Oyi. Sizga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayapman, buvi. Qizim, menga minnatdorchilik bildirishing shart emas, bolam. Men senga aytgan gaplarni esingdan chiqarmasang bo'ldi. Xotirjam bo'ling, buvi. Men Umidani o'z holiga tashlab qo'ymayman. Ana endi xotirjam bo'ldim. Ertaga uni tug'ilgan kuni u dadasi bilan sovg'a olishga ketgan. Voy, sal qolsa unutay debman. Ertaga birinchi kun. Men sovg'a olmabman-ku. Endi nima qilaman? Onasi uni har doim tug'ilgan kuniga surpriz tayyorlardi. U bu kunni faqat yaxshi gap eshitgani uchun, mehrni his qilgani uchun doim kutadi.
Oyi. Voy. 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 Chiroyliligini. Xo'sh, bizni kichik malikamizga yoqdimi? Yoqdi. Bu mengami? Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tabriklayman. Oyi. Umring uzoq bo'lsin. Oyi, qo'lingizdagi nima? Aa, Voy. Meni ko'ylagimni chizmasiz-ku. men buni yoshligimda kiyishni orzu qilardim. Qani endi bir kiyib ko'rchi. Buni kiyib dadamga ko'rsataman. Bo'la qol. Hammasini? Yaxshi. Men o'zim borsam tekshirib olaman. Muhimi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Dadajon. O'zim qo'raman. Dadajon, qarang, yarashibdimi? Buni kim tikdi? Oyim, Oying? qarang, chiroylimi? Sizga yoqdimi, dada? Bu qizga, Adibaga. Nimaga bularni uslubi bir xil? Qarang, menga juda ham yoqdi, dada. Mahorat bilan chizgansiz. Ancha qo'lingiz kelishib qopti. Didingiz, fantaziyangiz ham yaxshi. Rahmat. Voy. Uzr. Xo'p, uzr. Ha bo'pti, bugun Adibaga maqsadimni aytaman. Oyi, ish qilib shoshilmayapsizmi? Dadang kechroq keladilar. Aytdim, ertaga sovchilikka boramiz deb. Hali dadamam nima deydilar? Ular ham rozi bo'ldilar. Yo'q, yaxshi-ku. Mayli oyi, avval Adiba bilan gaplashib ko'ring. Aha, unda kechki payt o'sha yerga boramiz. Ha, avval o'tirgan joyimiz yoqqandi menga. Adibaga ham o'sha kafe yoqqandi. Ha, Ha. unda mayli oyi. Kechroq xabarlashamiz yana. Xo'p. Xo'p. Voy. Umidani ko'ylagini bichimini siz chizdingizmi? Ha, men Demak, o'shanda salfetkadagi chizmani ham siz chizgansiz. Kafedagi. kafedagi Ha, avval kafeda ishlaganman dedingiz-ku. bo'sh qolsam chizib turardim. Nega so'rayapsiz? Qachondan beri chizasiz? Yoshligimdan beri chizaman. Tinchlikmi? Yoshligingizda? Unda nega boshqa ish qilib yuribsiz? Hayotda hamma narsa biz o'ylaganday bo'lavermas ekan. Pul topish uchun bu ishlarni qilib yuribman. Sizdan bir narsa so'rasam. Bu chizmalaringizni bu kimga berganmidingiz? Mana bularni ko'ring. Bularni kim berdi sizga?
Chizmalar sizga tanishmi? Ha, bu meni chizmalarim-ku. Lekin siz bularni qayerdan oldingiz? Bir qizdan oldim. Bir qiz. Bularni men bir sinfdoshimga kurs ishi uchun chizib bergandim. Kurs ishi uchun. Ha, pul uchun sotishga majbur bo'lgandim. Onam kasal edi. Bu chizmalar sizda nima qilyapti o'zi? Ha, siz Adibaga dars berasizmi? Tushunarli. Sinfdoshingiz ismi Adiba. Ha, siz qayerdan bilasiz? Siz dars berasizmi shunda? Endi bu muhim emas. Men sizdan bir narsani so'rayman. Nega o'sha sinfdoshingizga chizmalarni to'liq chizib bermadingiz? Nimani aytyapsiz? Men nimani aytayotganimni siz yaxshi tushunib turibsiz. Bu to'liq chizma emas. Mana bu esa to'liq chizmalar. Oxirigacha chizilgan. Bunda hamma narsa bor. Men shuni kutgandim. Ha. Sinfdoshim mendan kurs ishi uchun chizma chizib berishimni so'ragan edi. U mendan nimanidir yashirayotganini sezgandim. Shuning uchun to'liq chizmadim. Lekin u hech narsani tushungani yo'q. Siz qanday tushundingiz? Ha? Bu muhim emas. Aytingchi. Chizmalarni qaytadan nimani o'ylagan bo'lsangiz, barcha detallari bilan to'liq chizib bera olasizmi? Siz uni nima qilasiz? Axir Adibadan pulini olganman. Iltimos, uni urishib yurmang. Men o'z ixtiyorim bilan chizib berganman. Men dars ham bermayman. O'sha dugonangiz chizmalarni tanlovga qo'ygan, bizni kompaniya orqali. Tanlovga? Ha, U menga kurs ishi degandi-ku. Tanlov demagandi. shuning uchun ham men sizdan buni to'liq chizib bering deyapman. Sinfdoshingiz sizni aldagan. U sizni iste'dodingizdan foydalanmoqchi bo'lgan. Sojida, oyim yaxshilar. Mana hozir telefonni oyimga beraman. Hozir. Oyjon, Sojida. Gaplashing. Sojida, Qizim. Oyim. Yaxshimisiz? Sog'inib ketdim, oyim. yaxshiman qizim. Xudoga shukr. Yig'lama qizim, yig'lama. Oyi, men shunaqa xursandman. O'zingiz eshitib shunaqa xursand bo'ldim. Oyi, Nasiba bilan gaplashasizmi? Hozir beraman. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Nasiba, qizim, Labay oyijon. yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, oyijon. Sizni juda ham sog'inib ketdim. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Tezroq tuzalib keting. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Opangni aytganini qilyapsanmi qizim? Oyijon, tezroq keling. Qizim, yaqinda boraman. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p, Ehtiyot bo'lib o'tiringlar. xo'p bo'ladi. Mayli qizim. Yaqinda oyim kelarkandi. Oyijonim. Sarvar o'z ishini ustasi. Har qanday dizaynni kamchiligini bitada topadi. Ko'pincha xatolarni topishni dizaynerlarni o'ziga qo'yib beradi. U senga bekorga tuzatish kiriting demagan. Tushundim, opa.
Sarvardan o'tsa, 90% o'tdi degani. Ha, bugun javobini aytaman deganda. Opa, men shu kunlarni qancha kutdim ha. Shunaqangi xursandman. Bugun eskizlarni texga topshiramiz. Ularni birinchi bo'lib o'zing kiyib ko'rasan. Xo'p bo'ladi. Ha, oyim ham kelaman degandilar. Men ham xolam kelishini juda ham istardim. Oyim uzoqda, oyim o'rniga oyim bo'lib turardilar. O'zi ham naq kelinday ochilib ketsang kerak. Senga har qanday kiyim yarashadi. Oyimga senga o'xshagan qizlar juda ham yoqadi. Afsus, xolamni boshqa o'g'illari yo'q-da. Bo'lganda o'zim jonib kelin bo'lardim. Mana bunichi qanday chizsam bo'ladi o'zi? Hozir Hormayli, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Sarvar, bilasanmi? Agar o'ylab bo'lgan bo'lsang, bugun ko'rik oldi repetitsiyasini qilamiz. Oyim ham kelaman degandilar. Opa, biroz shoshmay turing. Adibaxon, meni xonamga kiringda. Xo'p bo'ladi. Men ham boraymi? Yo'q, faqat Adibani o'zi. Borchi, biror yangiliklar tug'ilgandir. Xo'p. Labi, Xo'sh, Adibaxon. Shunday qilib, yoshligingizdan shu sohaga qiziqasiz-a? ha, nima edi? Yoshligingizdan dizayner bo'lgingiz kelgan-a? Ha, nega bularni so'rayapsiz? Nimaga deysizmi? Qarang. Axir, bu meniki-ku. Bunisini kim chizgan? Malohat degan qizni taniysiz. O'sha chizgan. Bu ism sizga tanishmi? Shunaqa qizni taniysizmi? Yo'q. Bu meni chizmam. Sizniki? Ha, eslab ko'ring, balkim Malohatni tanirsiz. Nahotki 10 yil birga o'qigan sinfdoshingizni tanimasangiz? Yo'q, tanimayman. Men esa taniyman. U yoshligidan dizayner bo'lishni orzu qilgan. Lekin bechoraning otasi vafot etib, o'qishga kira olmay qolgan. Keyin chizmalarni bir sinfdoshiga sotgan. Kurs ishi deb. Lekin sinfdoshini aldab, chizganlarini tanlovga olib kelgan. Xo'sh, davomini aytaymi? Yo yetadimi? Siz Malohatni qayerdan taniysiz? Buni nima ahamiyati bor? Yo gaplar noto'g'rimi? Noto'g'ri bo'lsa, ikkalangizni mutaxassisga ko'rsatamiz. Ularni oldida chizib ko'rsatasizlar. Ustozingiz Saida opayim keladi. Bu nima degan ekanligini bilasizmi? Butun institut oldida sharmanda bo'lasan degani. Xo'sh, nima deysan? Chaqiraymi? Yo'q.
Yo'q. Yo'q. Yo'q. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Endi gap bunday qizaloq. Bu yerga boshqa qaytib kelma. Men ham seni boshqa surishtirmayman. Ustozingga ham aytmayman. Bular hammasi oramizda qoladi. Faqat uni chizganlarini ortiq ko'tarib yurma. Tushunarlimi? Ketishing mumkin. Meni sharmanda qilding Malohat. Yomon ko'raman seni. Orzularimni barbod qilding. Qarab tur. Hali hammasiga javob berasan. Adiba qani? Ketdi. Nima? Ketdi? Nimaga? Bilmadim. Aytgancha, u repetitsiyaga kelmaydi. Tushunmadim, bu nima deganing? Kelmadi deganim, u kelmaydi deganim. Unga vazifa berdim. O'sha vazifani endi u uddalasin. Nimalar deyapsan? Axir biz ko'rikka hamma narsani tayyor qilib qo'ygan bo'lsak. Ko'rikdan xavotir olmang, u bo'ladi. Bo'ladi. Axir Adiba Hammasi yaxshi bo'ladi. Opa, xavotir olmang. Ko'rik bo'ladi. Opa, shoshib turgandim. Umidani bir joyga olib borishim kerak. Sarvar, shunaqa payt qayerga ketyapsan? Bugun Umidan tug'ilgan kuni. Uni bir joyga olib borishim kerak. Men ketdim. Men kechki payt o'taman bo'lmasa. Yaxshi.